yana aytdi. Sen dedi, butun sigirlaringni bunga halol qilib ber. Qachon xohlasa olsin dedi bu. Sigir egasi aytdi, nima uchun? Nega? Men bunday qila olmayman. Yana senga ogohlantirish beryapman. Sen bunga oilangni ham halol qilib ber kerak bo'lsa dedi. Ya'ni oila a'zolaringdan qilib ol buni. U yo'q dedi. Yo'qmi, sen bunga rozi emassanmi dedi. Sigir egasi aytdi, yo'q, men rozi emasman. Unday bo'lsa ertaga shahar tashqarisidagi daraxt oldida sizlarni kutaman. Qishloq ahlini ham chaqiringlar, o'sha joyda gaplashamiz dedi donishmand. Erta bo'ldi. Tambal yigit sigirni bir chetidan yeyapti. Donishmand ham yaxshi hukm chiqarib berdi. Duoni qilyapti endi, ya Robbiy, sen meni dangasa qilib yaratgansan. Menga o'zing rizqingni butun qilib ber, boy badavlat qil, rizqimni ber, deyapti. Rizqi kelyapti endi uni. Har joydan kelyapti. Daraxt tagida yig'ilganlaridan keyin donishmand sigir egasiga aytdi. Falon vaqt, bundan bir necha yillar oldin, xo'p, bir necha yillar oldin seni otang buni otasini o'ldirgan va mana shu daraxtni tagiga ko'mgan. Buni hech kim bilmaydi. Va o'ldirganidan keyin butun mol va mulklarini otang o'ziniki qilib o'zlashtirib olgan. Va bu mol va mulklar mana shuning otasini o'ldirganligining evazidan sizlarga qoldi, katta mol va mulk. Buni asli tambal yigitning otasi boy bo'lgan. Mana shuning uchun men senga aytdim, sigiring bunga halol. Sen butun sigirlaringni bunga halol qilib ber, xohlaganini olsin. Va sen oila a'zolaringdan qilib ol dedim. Sen indamading, yo'q deding. Otang buni otasini o'ldirganiga sen ham guvohsan, sen ham bor eding dedi. Jim qoldi u. Ishonmasa dedi, qishloq ahli falon daraxtni falon joyini ko'msin dedi, suyaklari chiqadi. Ochdilar, suyaklar chiqdi. Va donishmand sigir egasiga aytdi. Sizga berilgan birinchi va ikkinchi ogohlantirishda siz rozi bo'lmadingiz. Aslida Alloh ham sizga xuddi shunday ogohlantirish beradi. Bitta ogohlantiradi Alloh, ikkita ogohlantiradi. Undan keyin sizni ahvolingizga qiyin ahvol to'qnash kelib qolishligi mumkin. Sen indamading, buni nazar pisand qilmading. Men shuning uchun aytdim, sigirni va butun sigirlaringni bunga halol qilib ber dedim. Yo'q deding. Va bugungi kunda qozi hukm chiqarsin, bugungi kunda sizlarni oilalaringiz to'plagan butun mol va davlatlar, uylar, sigirlar, karvonsaroylar, nima narsalaringiz bor, asosiy sabab buning vafot etgan otasi. Hammasini qaytarib beringlar dedi. Va qozi haqiqatni tekshirdi, aslida shunday bo'lib chiqdi va mol va mulklarni hammasini tambal yigitga olib berdi. Va aytadilar, bitta narsa bor bu yerda. Sizga tegishli bo'lmagan narsa, kimni o'rtaga qo'ying, kimni qancha harakat qiling, u sizniki bo'lmaydi, birodar. Aslida sizniki bo'lmagan narsa, ya'ni sizni taqdiringizda bo'lmagan narsa, qanchalik harakat qilavering sizniki bo'lmaydi.